Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altınkeş romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Mas'ud bilan Hadiyaning xizmatlarining asliga kelganligi, ularning shahardan 90 kilometr yiroqlikdagi yangidan kengaytib qurilgan Kan rayonida o'qituvchi bo'lib ishga tushganligi va Hadiyaning o'qituvchilarning metodini yaxshilash uchun nurg'ulg'an aktiv xizmatlarda va faoliyatlarda bo'lganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. O'quvchining o'rganish natijasi va axloq fazilatining qanday bo'lishida oila nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Mas'uliyatchan o'qituvchi o'quvchilarning oila ahvoli va jamiyatdagi ifodasi qatorliqlardimi xabardor bo'lib turishi kerak. Sinifimda Raisa ismli chiroyliqqina, ammo sal hayosiz, og'zi yamoq bir qiz bor edi. U maktabda yeshiga ancha munosib bo'lmagan kiyimlarni kiyib yuradi. Sirtada chala-bula girim qilib olgan holatdimi uchirtib qolatdim. Bir qitim uning xeyli kechda do'kondan haroq tamoka elayotganligini, do'kondagi haroqkashlarning uningga g'ayri ko'zda qarashayotganligini ko'rib qoldim. Ittik berib, "Raisa, bu kechda bu yerlarda nima qilyapsan?" deb so'radim. U sal o'diqib, "Muallim, dadamning og'inlari kelgan. Meni haroq tamoka akilib ber deganti. Shunga" deb duduqlab qoldi. "Uying nada?" "6-rayonda", dedi qiz o'ng'aysizlanib. Demak, uning uyi xeyli yiroq edi. "Bo'pti, yur, men seni opirib qo'yay. Shu bahonada ota-onang bilanmi tunishib olay", deb uning oldiga tushib mandim. Qizning dadisi bir necha og'aynisi bilan ichishib o'ltiradi. Uyni istutak, haroq hidi qaplagan edi. Raisaning 6-7 yoshlardagi ukisi dadisining yonida o'ltirib, quruq haroq botilkalarini o'ynayotdi. Raisani boshlab udul uyiga kirdim. Salom soatdan keyin Raisaning murisini quchoqlab turib, "Men Raisaning sinf mudiri. Qarsam Raisa mushi kechida u yoqdagi do'konda yuriydi. Uning ustiga haroq tamoq kelyotdi. Sizlarmi bilasizlar? U atrofda salpi-sayoq odamlar ko'p. Uningdan ansirab uningga hamroh bo'lib keldim", dedim. Maslar, "Voy muallim, sat bo'ldi, keling, dostxonga keling", deyishib o'rto'pa bo'lishib ketdi. Ortiq gap qilmay chiqib ketib, qizning opasini izlab oshxonaga kirdim. Opasi bosh ko'tarmay, qo'rima qo'rib yetibdi. Uningga yordamlashib ishlarini biror qurib bisiqtirib bergandan keyin uning bilan paranglashdim. Uning deyishicha, doim maslarni uyiga boshlab kelib, kech-kechlab haroq ichishir ekan. Uningga kechicha qo'rima qo'rtib, tamoq atkizib orom bermaydi ekan. Raisanila emas, 7 yoshli o'g'lini doim do'konga haroq tamoqiga buyuridi ekan. Kim uning gapini anglamasa, rahim qilmay urib so'qidi ekan. Mushu ish tufayli Raisamo bir necha qitim dadisini qattiq tayoq yegan ekan. Ayol bu gaplarni ko'z ish qilib turib, ishga pat-pat qarab pichirlab so'zildi. Qo'rqinish ichida yana. "Ballarni haroqqa buyurmang deb menmi to'la deyman. Saq vaqtlarda ma'qul deydi. Haroq ichib olsa bir zo'ravonga aylandi. Ba'zi kechalari og'inlari bilan urushib, uyni ostin-ustin qilib o'tadi. Men qo'rqib ballarni ilib taloga qochib chiqib olman. Kechida taloda yurib, maslar uxlab qolganda uyga kirib, maynatchiliklarni yo'qishtirman. Mushi bichora qizim yilimi shunchalik o'qib yuriydi", dedi. Raisa aqlliq ham bakchalliq. Agar oilada uningga yaxshi sharoit yaratib beralsanglar, chuqum yaramliq odam bo'lib chiqalaydi. Ammo ish mushbiti ketaversa bir nima demak tas. Bir bolaning qanday odam bo'lishida oila tarbiyasi bek muhim. Hozircha siz bo'lsangizmi bizga moslashib bering. U texi kichik, cho'ng bo'lishga aldirab ketmasin. Biror qiyinchilikqa yo'liqsangiz men izlang. Biz munosabatli taraflar bilan aloqalashib, yo'ldishingizni to'g'ri yo'lga silishning amalini qilaylik, dedim. Ayol xursand bo'lib ko'z yoshlarini to'kkanicha qoldi. Mehmonxona uydan maslarning alatog'il naqshlari anglanib turadi. Raisa yonidagi kichik uyda ustaldagi topshiriq daftarga beshini qo'yib uxlab qolgan edi. Keyingi bir mezgil ichida shanba-yakshanb kunlari uni uyimga ilib ketadigan bo'ldim. Qizim ikkisi yosh jihatda ko'p farqlanmaydi. Ular ikkisi billa uy ishlarini qiladi, billa kitob o'qiydi. Qizlarning yurish-turishi, axloq fazilatiga doir pandi nasihatlarimni anglaydi. Raisaning dadisini qutuldirishga ko'p harakat qilgan bo'lsam-mu, qo'limdan kelmadi. Uzoq o'tmay u cho'ng bir deloga chetilib qilib qo'lga ilinib ketdi. Lekin Raisani qo'qtab qoldim. Hayatının halqılıq paytida u nimening yaxshi, nimening yomonligini, odam bo'lishning yo'lini bilib oldi.
O'zini qo'g'dashni o'rgandi. Raisi hozir o'zi o'qigan, biz ishlagan maktabda muayyin mudir bo'lib ishlayotidi. U ilgari men pat-patla uxlab turardi. Maktab xizmati, o'qitish metodi to'g'risida maslahat oladi. Keyin biz pensiyaga chiqib Urumchiga ko'chib keldik. Oraliqimiz yiroq bo'lib qoldi. Lekin hayit bayram kunlarida atdiganda uning ovozini anglamay qolmayman. Uning yangroq, xushxo'y ovozi menga har qachon xushallik ato qiladi. Menda unutilg'isiz ta'sir qoldirgan yana bir o'quvchim bor. U hiliqi meni so'qib yiqitayotgan Odil Turaxun. U to'liqsiz 1-yillikning 2-mavsumidan to'liq o'ttirni bitirganga qadar sinf boshliq bo'lib o'qidi. Oliy maktab imtihonidan oblast bo'yicha yuqori nomer bilan o'tib, Xinjiang universitetiga tanlandi. U hozir kon boshlig'i. O'tgan asrning 70-80-yillarida mening qo'limda o'qigan bolalarning hammasi degidek uchurum bo'lib, oliy bilim yurtlariga ketishdi. Ular bir-biridan yaramliq bo'lib chiqdi. Albatta, ularning hammasi alayda to'kpa yaratalganligini yoki amaldor bo'lolgani yo'q. Ularning ko'p qismi durust, vijdonli odamlardan bo'lib yetilib, jamiyat va oilada o'z burchlarini ado qilmoqda. Men ulardan faxrlanaman. Faqatla "Muallim, sizga aytilgan bir gapim bor edi" deb menga telmirib turgan bir jup ko'z bor. Men bu bir jup ko'zni unuta olmayman. U mening qalbimdagi mangulik nadomatlik aslima ham ogohlantirish. Bu ko'zlar bir o'quvchimning ko'zlari edi. Qandaqdir bir harorat bilan kuyayotgandek, tinmay uchqunlancha chirtatdi. O'tkirligi bilan kishini hayron qoldiradi. Sana qordek oq, samimiy qalbi bilan umid bilan boqatdi. U mehri muhabbatga, tushunishga tashna ko'zlar edi. Men uning inchga ruhiy o'zgarishlariga, yakka yagona xiyolparast bo'lib olganligiga, davomli uyimning oldida paydo bo'lib qilishlariga, g'alati gap so'zlariga, boshqa bolalarni uni yaklash masxiralariga to'liq diqqat qila olmadim. U chaqlarda meningmi diqqatimni bo'lib turgan ishlar ko'p edi. Agar shu chaqlarda men uni yaklash masxirlardan qutuldira olgan bo'lsam, uningga ko'proq ko'ngil bo'lgan bo'lsam, boshqa bolalarnimi uningga ko'ngil bo'lishga, mehribonlik ko'rsatishga yetaklagan bo'lsam, bir qatim uyimga kelib, "Muallim, sizga aytilgan gapim bor edi" degan cheg'ida, muhim mehmonlar tufayli uni umidsiz qoldirmagan bo'lsam, balkim ish u darajaga bormagan bo'ladi. Biz hammamiz cho'chib uyg'onganda allaqachon kechikka edik. U intayin ichinishliq o'limi bilan bizga, bo'libmi menga unutilg'isiz bir dars o'tdi. Men shu chaqda o'zimning layoqatli o'qituvchi ekanligimdan gumonlanib qolgan edim. O'qituvchilik hayotimning oxirgi yillarida men shu qiz haqida ko'p o'yladim. Munosabatlik materiallarni tepib izlandim va o'zimning, bizning ma'arifimizning ajallik ojizligini tepib chiqdim. Men umrvoyat bolalarimni yuqori nomerga erishtirish, oliy maktablarga o'tkazish uchun jon tikdim. Ammo ularning ruhiy dunyosiga, psixik sog'lomligiga, vijdoniga, odimiy his tuyg'ularining yetilishiga sal qaradim. Ularning yuqori nomerga, ustunlikka, pulga, hashamatga, isil uy, isil kiyimlarga cho'qinishini, boshqalarning ojizligi, chorasizligi, o'rnining tuvanligi, nomratligini masxara qilishlarini normal ahvol deb bildim. Balkim ko'plagan o'quvchim hayot davomida o'zlaridan nimaning kamligini talay qitim his qilgandi. Mendan, bizdan og'ringandu. Bir-ikki o'quvchining natija yoritishi, yuqori o'rin martaba, shu arsman dag'dug'liq gaplar vaqti kelsa bir tiyinga arzimasligi mumkin. Qimmatligi yesdoshlikqa, yaxshilikqa, tushunishga to'lgan samimiy qalb. Men bolalarimda shunday qalbni yetildiralgan bo'lsam, shu fojia yuz bermagan bo'ladi. Men helimi o'zimga, men qandoq o'qituvchi degan savolni qo'yaman. Menga yo'lim qilgan ishlarimni vijdon tarozisiga silib o'lchsam, tarozining bir tarafida turkum xo'shal chiroy, yana bir tarafida shu qiz o'quvchimning umidsiz ko'zlari bisib turgandek tuyuladi. Ba'zilar Mas'ud bilan o'ltirib o'tgan kunlarimiz haqida, bugungi ma'arifdagi yangiliklar haqida paranglashib qolamiz. Men uningga o'ylarimni aytsam, u birdam turib ketib, "Bu o'ylaganlaringmi to'g'ri. Lekin bu yolg'iz sening mas'uliyating emas. Biz davr cheklimasidan halqib ketalmidik. Bizning bilishimiz, bizga qo'yilgan talab shunchalik edi. Lekin biz bu ishga butun kuchimizni sarf qildik. Halol, samimiy niyat bilan ishladik. Meningcha, mushunchalik qilishmi oson emas. Avu o'quvchi qizning u xil taqdirga uchrashidagi sabab texmi murakkab bo'lishi mumkin. Sen ziyoda sezgurlik qilib ketma. Hayot shundoq.
Onun xilma-xil bədili buludu, dedi. Məsudning deganlariga qoyil bo'lmagan bo'lsam-mu, bu dunyoning mukammal emasligiga, insonningmi hech qachon mukammal bo'lolmaydiganligiga, faqat mukammallikka yiqilisha oladiganligiga, ba'zida mukammal deb qaralgan odam va ishlarning mukammallikdan to'limi yiroq ekanligiga tan berdim. Bu o'ylar meni tinchlantirdi. Balkim bu qiyirliqdagi chorsizligimning inkosidir yoki pishib yetilish degan shundoq bo'ladigandir. Xiyollarga agishib esimga buningdan bir necha yil ilgari bir o'quvchimdan topshirib olgan xat keldi. U vaqtlarda cho'nqur tafakkuri, o'tkir qalami bilan do'stlari orasida tunilgan bu o'smir hozir dangliq bir yozuvchi. U xatida o'zining cho'ng bir mukofotga erishganligini yozib, "Muallim, mukofot olgan oqshimi men sizni, menga adabiyotning sehriy kuchini, ana tilimizning go'zalligi, boyligi va mardonligini tunji bo'lib shu qadar cho'nqur tunutgan ustozimni esladim. Shundaqla sizni bu uftig'imdan xabardor qilishga ham tunji bo'lib sizga rahmat aytishga oldirdim. Rahmat muallim. Men sizga uchrab qolmagan bo'lsam, balkim bu umrimda adabiyot bilan hech qanday munosabatda bo'lmagan bo'latdim. Men talaylik ekanman. Maktablarimizda sizga o'xshash adabiyot o'qituvchilar ko'proq bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi, ha?" deb yozgan edi. O'quvchim bu qisqagina xati bilan menga o'qituvchilikning eng oliy shon sharafini ato qilganligini balkim his qilib yetmagan bo'lishi mumkin. Men u xatni nihoyat qimmatli buyum sifatida e'tiborlab saqlab kelyapman. Keremning hikoyasi 6-bölüm. Tushdan keyin hujramda ustal oldida jimjit o'tiratdim. Oldimdagi tarixiy Rashidining uchuq batlari ustida quyuq yupurmoqlar orasidan sirg'ib o'tgan tangisimon kun nuri tavrinib turadi. Xallar tarixining zarur boblarini bir necha qatim o'qib chiqqandan keyin tarixiy Rashidining nazarimda qiymati texmo oshqandek bo'ldi. Xallar tarixidagi odam va bayonlar buningda konkretlashib yeshilib boradi. İki kitap bir-birini to'liqlaydi. Ulardan ayni davrdagi xon avlodlarining umumiy ahvolini bilib olg'ili bo'ladi. Texmo muhimi, tarixiy Rashidi meni birdilla o'ziga asir qilib, yillar to'zonlari ishidagi o'zgacha bir dunyoga, tafakkur va aql farosatning poyonsiz manziliga, so'z javohiratlarining sirli g'azinasiga boshlab kiradi. Men xuddi simsim g'orga kirib qolgan Ali Bobodek u yerdagi boyliqdan, saltanatdan, insonning jimiki ulug' fazilati va zaifligining mujassimi bo'lgan kashmishlardan, hech kimning beshida uzoq turmagan qon yo'qi tojlar, Layli Yoqutdan ko'z qo'yilgan shohitonlar, tigida zahar qetib qolgan oltin qadamlardan, boshlari kesilgan xonishlarning chochlari yo'gishib turgan uncha marvoyatlardan ahlimlol. Ko'zlerim xira holda mukchib o'ltirib insoniyat tarixidagi o'xshashlik va takrorlik, inson paylidagi och ko'zlik va shuhratparastlikning tug'ma va mangulikligi haqida o'ylarga cho'milaman. Jahonni titratgan sulollarning ni xonliqning kulini ko'k uchirgan, dadini o'g'ilning, o'g'ilni qon qarindoshlarining beshini kesishga undab, odamlik mehr muhabbat, insof va vafoni xor qilgan qandoq bir kuch bo'lg'iydi, ha? O'zining taxti baxtini qo'g'dash uchunla million buhroni qurbonlik qo'yga, davlatni halokat dengiziga aylantirgan odamlarni odamdek yashash, erkin tafakkur qilish, so'zlash huquqidan mahrum qoldirganchu. Aytishlaricha, bugungi fan tadqiqot natijalari dunyo tarixida o'tgan eng zolim, qonxo'r hukmronlar bilan dunyodagi eng mashhur shafqatsiz jinoyatchilarning genida zo'r o'xshashlik mavjudligini isbotlagan. Demak, bu qo'sh kezaklarning ta'li o'ngdan kelgani hukmron bo'lgan, ta'li ta'tir kelgani qotil, qaraqchi bo'lgan. Bu yerda sharoit, tarbiya qatorliqlarning qanday rol o'ynashidan qat'iy nazar, shu bir turkum kishi dunyo tarixiga uzluksiz ta'sir ko'rsatib, tarixning eng zulmat davrini shakllantirgan. Nafsoniyat, huquq xumori, shon shuhrat tamosi, go'yo g'oyat zo'r qaro o'ngirdak, atrofidagi barliq go'zal, yaxshi narsani yalmab yo'qotgan. Nobel adabiyot mukofotiga erishgan donliq bir shoirning agar Saddam bilan bo'sh she'rni tushangan, she'r o'qigan bo'lsa, Paris qo'ltiqi urushi yuz bermagan bo'ladi degandek bir gap esimda. Ammo Sultan Saidxon bilan uning o'g'li Sultan Abdurashid xon ikkilislar yetilgan shoir, muzikant edi u. Ular kunlarini turli ilm, hunar, san'at,
musiqa va she'r so'rinlarida o'tkazgan. Ularning davrida ilm ahli va san'atkorlar e'tiborini topgan. Musiqa va she'rga bo'lgan ishtiyoq Abdurashidxonning muhabbat rishtini cho'l bayovondagi bir o'tnunchining qiziga bog'lagan. 12 muqom ana shularning ajrida ratlanib mukammallashtirilgan. Xallar qalam tavritib yozgan go'zal misralar butkul O'rta Osiyoni o'z ichiga olgan Chag'atay she'riyatining gultoji bo'lgan. Ammo ular qonxo'rlikdan, taxit tanlash mojarolaridan, ishg'oliyatchilik vasvasidan xalos bo'la oladimi? Xo'sh, ularni ashu davr tragediyasining bir qismi deyli, insoniyatning qadimiy yulduzlariga yetayotgan, cho'chaklardagi mo'jizalar reallikqa aylanayotgan, inson haqlari muqaddas o'ringa qo'yilayotgan bugungi davrdimi odam hayotini xas o'rnini ko'rdiganlar. Nafsi huquq manfaati uchun vatan tuproqini navqiron yigitlar, ayollar va bolalarning jasadlari nohaq to'kilgan qonlari bilan to'ldirayotgan hisobsiz oshkora va yoshurun soqchilari armiyasi bilan jup-jup ko'zlari to'g'rilangan qurollari bilan kishilarni erkin nafas olg'ili, o'ylag'ili, so'zligili qo'ymayotganlar hali ham bor-ku. Ming yillar ilgari borliq kelgan Iskandarning mungizi haqidagi bir cho'chak meni doim cho'nqur o'ylarga soladi. Iskandarning mungizi borligi to'g'risidagi haqiqatni eg'izdan chiqara olmay buruqtirim bo'lgan. Bir cho'nqur quduqqa beshin tiqib, Iskandarning mungizi bor deb ichini bo'shtib olib o'tib ketgan. Odam rost gap qilolmaslikning azobi bizga naqadar tunisha, haqiqatni mangu yushirib o'tish yoki uni yo'qotib etish mumkin emas. U bir mahal yo'qolganda qilgan bilan oxiri quduqdan qumush bo'lib unib chiqadi. Yigona bir podichi u qumushdan nay yasab chilib, ish pushug'ini chiqarmoqchi bo'ladi. Ammo bu naydin Iskandarning mungizi bor degan sado yangraydi. Podichi niyini chilibergancha Iskandarning mungizi bor degan so'z quloqdan quloqqa, eg'izdan eg'izga tarab ketadi. Zalim hukmronlar xalqning og'zini etilgani bilan kishilar qalbida banit qilingan haqiqatning allaqandoq yo'llar bilan qumush bo'lib ko'klab chiqishini to'siyalarmi? İnsaniyat tarixidagi har qanday taraqqiyot, insonni qadrlash, insonning erkin yashash, ko'ngildagi gaplarni hech bir to'sqinsiz so'zlash, yashash yo'llarini ixtiyoriy tanlash irodasiga hurmat qilishdan ortiq bo'lmasi kerak. Nafsi tüpayli yaratquchi tarafidan yer sharining muzliq dalalariga tushirilgan odam ata bilan Havvo onaning avlodlari qorong'u yillar qo'yinda nihoyat uzoq yashagandan keyin paydin-pay pishib yetilishga boshladi. Hayotlikqa, erkinlikka, tabiiylikka hurmat qilishni, odam bilan jamiyat va tabiatning yanada mos munosabatini o'rnatishning qadamlarini o'rganishga boshladi. To'rt atrofdan bu taqozosiz qadam tevishlari kelib tursimu, musabatni qoplagan nurg'un joy yanala timtos holatini saqlamoqda. Iskandarning mungizi bor deb vaqirashga jur'at qilganlarning tili kesilib, ko'zlari uyulmoqda. Texmo ko'p kishi bo'lsa, og'zidan biror eg'iz so'zning chiqib ketmasligi uchun tishlarini ching tishlab qudratining yetishicha mukchiyib, boshqalar o'rgatgan so'zlarni zo'r o'qib takrorlab, dakka-dukka ichida kun kechirmoqda. Jimirlab turgan kun nuri kitob ustidan qo'llarimga, oq ko'ngligimning maydisiga yo'tkaldi. Oxirida peshonam va chekilarimni ilitishga boshladi. Rohat bir sezim ilkida ko'zlarimni yumib oldim. Egiz tomlarida zarhallar valildab turgan, yana bir tarafi o'rilib eski tomliqqa aylangan qadimiy o'rdida yuratdim. Men dаңlıq tarixchi va shoir Mirza Haydar Go'ragan edim. Sultan Saidxon bilan Kashmirga yurish qilmoqchi bo'lib, qandaqdir tutuq kulangilar, otlar, dubulg'a savutlar, chang to'zanglar peshonasiga yot ellarda o'lish putilgan surlik lashkarlar orasida yuratdim. Saidxonning turqi bayni men bir vaqtlarda ko'rgan Hamlet nomli kinodagi zaharlab o'ltirilgan podshohning osmonda ko'rinadigan arvohiga o'xshab ketadi. Uzun ham qilin dobulg'a savut kiygan, ushliq temir bosh kiyimi orasidagi yuzi turadigan yer qop-qorong'u bo'shliq edi. Ovozi muallaqda havo guldirligandek yangraydi. U bir burjikla qolgan shohona ravaqda yerga qarab o'tirgan g'amkin bir ayolni menga ko'rsatib bo'g'iq ammo surliq ovozda: "Ana qara, u mening singlim Xadija xonim bo'ladi. Men uni sana nikohlatib beraman", deb atadi. Aya ro'milni qiya ichib menga qaradi. Men uni tunib oldim. U ayni yillardagi mening maktabdishim Serin edi. Men hayajonlanib, "Serin, siz asli bu yerda ekansiz", deb uningga qarab yugurdim. Dal shu chaqda eshik tubidagi telefon ochiq sayrab ketdi.
uzun hissiyatsiz qo'ng'iroq ovozi bir-biriga ulinib ketyotdi. Shu hamon ko'z oldimdagi hamma serin, ravoq, Saidxon va o'rsaroylar g'oyib bo'ldi. Ching chaplashgan ko'zlarimni tasda ichib, helila ko'rganlarimning o'ngim yoki tushim ekanligini farq etolmay, garang holatda birpas o'ltirdim. Kallam sal-pal so'zilganda, ko'rgan tushimdan hayron bo'lib, ko'zlarimni yo'g'on ichildi. Qandaqlarcha Mirza Haydar ko'ragan bo'lib qolganim, butkul Saidiya dövlatining va lashkari yurishining g'amini ustim kelib, uning ruhiy holatini shu qadar aynan his qilganimga aqlim yetmaydi. Tarixiy Rashidini tizimda hilimi uchuq turatdi. Derizdan kirgan salqin shamol kitobning betlarini yenikkina tavirtatdi. Xuddi shamol qurlar orasidagi his tuyg'ularni ruhimga uchirib kirayotgandek edi. Bu hissiyot bir shoirning, tarixchining hissiyot edi. Onundan qon to'kish, hukmronlik xumori emas, amalsizlik, dilg'ulluq va so'sqina hasrat chiqib turadi. Uning eng oxirida boshqa shaxsiyatlarning orqasidan ketmay, tinch, go'zal, she'riy tuyg'uga boy Kashmirga berishini tanlashimi, o'zi o'zgartishga qodir bo'lmagan reallikdan, tugamas qonliq urushlardan o'zini qochirish uchun edi. Meni texmu hayron qoldirgani yiroq o'tmishdagi rivoyatdagi ishlar ichidan Serinning chiqib qilishi edi. Uning ma'yus chiroyi, qarashlari, xuddi vidolashayotgandek ko'zlari, lavlaridan mo'ldir so'qqan majnun taldek turqidan, "Sizlar meni qutqizolaytdinglarmi? Bu qo'linglardan keladimi?" deb muңlayotgandek turadi. U balkim hayotining oxirgi soatlarida ana shunday his tuyg'ularda bo'lgan, ana shunday umidsizlangan, eng oxirgi qatim dunyoga, maktabiga, ichida do'stlari uxlayotgan derizlarga ana shunday nazarda boqqan bo'lishi, suv ombiri atrofidagi daraxtlikda, qattiq yomg'irda yiqilib qopib mang'an bo'lishi, balkim hayotlikqa, aksiga tortishgan bo'lishi mumkin. İç-içimden etilib chiqqan pig'on bo'g'izimga qisilib qoldi. Kayfiyatimni tangchash uchun birpas jimjit o'ltirdim. Doktor birodarlar meni doim ogohlantirib turadi. Hayajonlanishga, qayg'urmaslik, ortiqcha xushal bo'lmaslikqa. Ammo men hech qanday qilib parvosiz bo'la olmaydim. Bu dunyo go'zalligi, xushalliqi, baxtsizligi va tashvishlarsiz dunyo bo'la olmaydi. Hayot ana shularsiz o'z ma'nosini topolmaydi. Bu dunyoda qayg'urmay, hasratlanmay, hayajonlanmay yashash mumkinmi? Telefon yana bir qatim ansiz jininglab ketdi. Endi olmay amal yo'qdek qiladi. Biroq telefondan anglayotgan cho'ng yoshliq bir ayolning huduqquch ichidagi ovozi meni birdila sergaklashtirdi. "O'zlari Kerimjon bilanlar ukam. Avut muallimning kesli eg'irlashib qolgan. Kerimjonga bir gapim bor edi deb sizlarga tortishib, yo'llari qarab yotdi. Kechgacha bir kelib ketgan bo'lsizlari." Ayolning ovozi esadashga o'zgargandila, gapning kim ustida bo'layotganligi esimga keldi. Peshonamdagi so'z ter tomchilarini surtgach, darhol yo'lga chiqadiganligimni aytib va oxirgi avtobus bilan o'qituvchimning yurtiga chet bir nohiyaga yurib ketdim. Ayolning umidsiz ovozi quloq tubimdan ketmay, meni hasratlik aslimlarga g'arq qildi. Avtobus derazasidan qarab o'ltirmay-yu, ko'zlarim hech narsani ko'rmaydi. Quloqlarim hech narsani anglamaydi. Xiyolim ashu untuluqsiz yillarda, qishi uzun, ko'chalarni qalin qar-muz qaplab turadigan istutaklik sovuq shaharda. Men ishdan kirib kelishimga Avut muallim cho'nqur o'ltirishib ketgan ko'zlarini lapda otdi. Ayolning deyishicha atdigandan buyon u ishdan kim kirsa ko'zini bir ochidi ekan. Men emasligimni ko'rib yana yumib oladi ekan. Avut muallim menga tikilib og'zini gapga o'mallaydi-yu, atrofdagilarga qarab qo'yadi. Ayol darhol bolalarini boshlab chiqib ketdi. Muallim nimlandur deb xirildidi. Darhol engishib qulqimni og'ziga yaqin apardim va butun kuchim bilan uning gaplarini tushunib olishga tirishdim. "Allohga ming shukr. Hayotimning oxirida sizni oldingizda tövba qilish fursati bergan. Allohga shukr. Men endi xotirjam ketalaydigan bo'ldim." U hasrashdan demak eslab birpas to'xtab qoldi. Huduqib sirtdagilarni chaqirmoqchi bo'lganimni ko'rib, kerak emas demoqchidek qo'lini boshqina silkib meni to'xtatib oldi. U oxirgi kuchini yig'ib, holsiz, bo'g'iq ovozda so'zlashga boshladi. Men gunohkor. Men sizlarni nahaq
turmada yetishinglarga yana 2 songa zomin bo'ldim. Heliqi hujjatni men yozgan. Men yana boshqalarni onun singlisini tortib chiqarishga quturatgan. Ular gunohsiz. Nimishqa? Nimish uchun? Zoda nimish uchun? deb vaqirashdim. Uning ustiga o'zimni etib, qurib ketgan sapoqqa o'xshab qolgan qildek inchika, oxirgi tiniqda xartildayotgan gelni siqishdan o'zimni aran to'sib qoldim. Uning bilan tang hosirab, zuvonim tutilib qolgandek qarab turdim. Buni boshliq shundoq o'rinlashtirgan. U bizga nima qilsa qilib cho'ngroq aksiyatchi tashkilotdan bir ishkini bosh qilib chiqmasak. U yana bir pas qattiq hosirab ketdi. Xizmat natijamiz nolga teng bo'ldi deydi. U yana o'zining gunohi bosh bo'lib qilishdan qo'rqatdi. U maktab kelgandila shu qiz bolaning kayniga tushgan. O'rmonliqda uningga tapancha tanglab nomusiga tegmoqchi bo'lgan. Maktabdan qo'g'iltitman deb qo'rqitgan. Keyin qizning o ishlarni bosh qilib qo'yishdan qo'rqib, qiziga ziyonkashlik qildi. Qizga akaning jini mening qo'limda. Qalaymaqan gap qilsa, akangni otqizayman degan. Men hammani anglagan. Bemor yana bo'lolmay qoldi. Har qitim nafas olganda ko'krigi egiz ko'tarilib, bo'g'izdan pushtak chalgandek ovoz chiqardi. Butun vujudi lag'ildab titraydi. Ammo u meni chiqib ketishdan yana bir qitim to'sib oldi. Bir pas aram olgandan keyin gapini yana davomlashtirdi. Keyin menimi tuvanga haydidi. Viloyatdimi turg'izmadi. Masalalarimning hal bo'lishiga ko'p to'sqinlik. U kim? U kim zodi? Kim? Menmu g'azabdan titrab gap qilolmag'dak holga kelib qolgan edim. U yoki men ikkimizdan birarimiz jon uzishdan ilgari bu savolning javobini olishimiz kerak edi. U butun kuchini yig'ib. Uni huquqi bekcho. Hozirmi hayot dedi. Shu hamon bo'g'izdan nola qilganda g'alita ovoz etilib chiqdi-da, tiniqi ittiklab ketdi. Ayoli bilan doktor sestralar yugurib kirib qutqizishga kirishganda, men endi uningdan javob ola olmaydiganligimni bildim. Uning hayotining oxirgi daqiqalarida uningga qarab turishni xohlamaydim. Mehmonxona uyda Mir Ahmadjon va uning aka-ukalari yana bir nechta cho'ng boshliq ayol andishli ko'zlarini men hozirlab chiqqan ishga tikib o'tirishatdi. Mir Ahmadjon yig'lamsirab oldimga keldi. Uni Murisdan boshqina quchoqlab, "O'zingizni tutib oling, inim. Alloh osonlik berar. Onangiz o'zini bek oldirib qo'yibdi. Uning yindaroq bo'ling", dedim. Mir Ahmadjon o'ntinsiz beshini lingshitib, dadisi yotgan uyga kirib ketdi. Men sirtqa sap havoga chiqib cho'nqur nafas oldim. Ko'nglimni eg'ir xiyollar besib turadi. Ichimga kirib olgan san-sanoqsiz savol parcha-parcha cho'g'lardek vujudimni o'rtaydi. Shu topda ko'nglimning bir burchikida sakratda yotgan shu odamga qarta ich og'irtish, yestashlik yo'qmi emas. Ayni chog'dagi vaziyatda u shu ishlarni o'zi xalab qilmagan bo'lishi mumkin. Ammo u bek ko'p odamga ziyonkashlik qilgan. Nihoyat ko'p fojiaga sababchi bo'lgan edi. Shundaqdimi u yana tinch yashab, bola-chaqalarini qatoriga qo'shib, o'z ajilida o'lgan hisoblanadi. Uning xo'jayinimi huquq kuchining soyasida rohat farog'at ichida texicha yashayotdi. Kim biladi, bu o'ringa, bu rohat farog'atga erishish yo'lida u yana qanchilgan qon yoshqa sabab bo'ldi. U zodi kim bo'lishi mumkin? Oliyjanob qiyofatga kirib olib, inqilob, sotsializm,
Vatan xalq manfaati degandek ulug'vor gaplari bilan o'zini niqoblab bizni oldigan, o'ydirib chiqarilgan aksiyatchi tashkilotlarni, boshqalarning hayoti baxtsizligini amal martabiga yomishdan dasmoyiz qilgan u zodi kim? Kechini azobli xiyollar qo'yinda kirpik qaqmay o'tkazdim. Qalbimni besib turgan g'oyat zo'r qiyotashdek ig'ir savol nafsimni bo'g'ib, vujudimni yondiratdi. Qo'lida oz to'la huquqi bor, vejikkina razil bir ablahning o'zining arzimas amal mansibi uchun mushunchavala nohaqchilik, baxtsizlik, fojialarga to'lgan, uzun so'zilgan talay odamga chetilgan bir tragediyani yasab chiqiniga va hayotining oxirigacha uning qilchilik savol so'riqini tortmaganiga hayron edim. Avut muallim aytib berishga ulgurolmagan bo'lsa-mu, ko'z oldimga soya o'xshash bir qiyofat, o'zgarishchan razil bir chiroy asta-asta gavdalanishga boshlagaydi. Men ayni yillarda ko'p qitim uning dokladlarini anglagan, uni hurmat qilgan, gaplariga ishongan, keyin xiyolimdan chiqarib etgan bo'lsam-mu, turmadan chiqqandan keyin yana u va uning balchaqlariga oid gap so'zlarni ancha-muncha anglab turgaydim. Demek u va uning o'xshash odamlar ming bir amal chora bilan texmo yuqori amal martabiga, shon-shuhratga, rohat-farog'atga intiladi. Uning uchun hammani qurbon qiladi. Zamon ularga intilgan narsasini beradi. Uning badaliga ulardan yana boshqa narsalarni oladi. Ular davrning erkilari edi. Ular o'zlarining baxt farog'ati yo'lida qurbon bo'lgan bizdaklarni o'ylab qo'ymaydi. Serinning, uning akisining, Xililning, Tökenning haqqini, ularning ota-onasining, sonsiz ota-onalarning arzu-armonlarini o'ylab qo'ymaydi. Atiyalik choydan keyin Abdusamadga telefon qilish oldida Ibrohimni o'ylab bir pas sukutga cho'mdim. Ikkimiz har qatim ko'rishganda u ayni yillardagi ashu o'ydirib chiqarilgan hujjat ishini tilga olmay qolmaydi. Uning aytishicha, turmadan chiqqandan keyin bu ishni aniqlash uchun Yemitni izlab bir necha qatim uning yurtiga beribdi. Ammo uni topolmabdi. Uning ota-onasi bilan bir tuqqanlari ayni yillardagi Olday taraflarga ko'chib ketgan ekan. Yurtida uning aniq adresini biladigan birmi odam yo'q ekan. Texi bir necha yilning oldida u Oltayga bormoqchi bo'lib yurgan ekan. O'ylamagan yerdan ushtumtut eg'ir kasalga giribdor bo'ldi va ormon ichida bu dunyodan ayrildi. Avu qo'rqinchoq ablah bo'lsa, bu sirni toki hayotining oxirgi soatlarigacha saqladi. Ular ikkisi bir nahiyada, bir ko'chada degudek yashaydi. Turmadan chiqibla dehqon bo'lib ketgan, keyin tijoratga kirishib, Abdusamad boy, Abdusamad hojim deb atilib, yurtida hammaga tunilgan, yashangan chog'larida tijoratini o'g'illariga tashlab berib, ibodat bilan tinch yashayotgan Abdusamad Avut muallim to'g'risidagi ishlarni anglab dastlabda cho'chib hang-tong qoldi, g'azablanib og'zini buzib tilidi. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, uni shu yerda bo'g'ib qo'yib, yuziga shallaqqa tukuritib chiqib ketgan bo'latdim, dedi. Uning yosh vaqtdagi mijozi hilmi bor ekan. Noit ittiq qo'zg'alib, meni andishiga silib qo'ygan g'azabli hayol o'tmay pastga tushdi. Birdamdan keyin o'zini tutilib, menga tasalli berishga boshladi. Qanday qilamiz endi? Har qancha qilsaqmi o'tgan ishlarni o'rniga keltirgul bo'lmaydi. Lekin so'roqsiz dunyo emas bu. Alloh o'z so'raydi. Har qancha yoshirun gunohlarini Petr nondan qil so'rgandek tortib chiqarib hisobini oladi. Ko'nglingni buzma, ag'ina. Bu ishlarni ko'nglingdan chiqarib et. Ha shunda qilib, qachonroq yo'lga chiqay deyapsan? Kamal bilan Osimga telefon berdim. Ular bilan parangishish, ovozni anglashga shunchalik tashna bo'lgaydim. Ammo ikkilislar uyda yo'q ekan. Ichim siqilib tursa-mu sirtqa chiqqim kelmay, xiyol bilan bir necha soatni o'tkazdim. Tushga yaqin Kamaldan telefon kelganda bekla xo'shal bo'ldim. Kamal mendan ahvol so'rab bo'libla. "Navrlaring-chu, ularning ovozi anglanmaydi-ku" deb so'radi. "Voy, ularning gapini bir qilma. 2 kundan buyon ko'rmagashga chiday olmay aron turyapman. Hatto oxiri bo'lg'ach ikkilisi ota-onasi bilan uyda. Adidan tortib yana cho'ngdada cho'ng onasini topdi. Bu kunning ballalari mushundaq chechan bo'lamdi bilmadim. Lekin mening bu navrlarim baq aqlliq jumu. Qarag'ina mening ahmoqligimni, xuddi sening navrlaring yo'qdek. Sening oldingda navrlarim bilan maqtanib ketganimni. Qaq balam, oppoq balam, kirpi balam, yumshoq balam deydi emasmi? Hamma odamning navrisi o'ziga tatbiq bilindi, deb Kamal ikkimiz bir pas chiqishib oldik. Kamal Avut muallim to'g'risidagi ishlardan xabardor edi. Uningga tunugin beshimdan kechirgan ishlarni, Avut muallimning hayotining oxirgi minutlarida aytganlarini so'zlab berdim. Umu Abdusamadga o'xshashla cho'chib ketdi. "Yapana, dunyoda ajab ishlar bo'ldi ekan ha.
deb xeyligacha shuk bo'lib ketgandan keyin sirliq past ovozda o'zining uning kimligini faraz qilib bo'lganligini, bugunga qadar uning nurg'un yaxshi gapini anglaganligini, uni yaxshi odam deb o'ylab kelganligini, ishongusi kelmasmi, nurg'un ishning uningga bog'lanishlik ekanligini, ko'ngli to'yganligini aytib yana biroz jimib ketdi. Kamal, men 70 yil yashaptiman. Turmalarda yetibdiman. Men dunyoning ishlarini tushundim deb o'ylaydim. Amaliyotda biz yashayotgan bu dunyodagi ishlar hargizmi bizning ko'rganimizdek, bilganimizdek emas ekan. Men hozir hamma odamdan, hamma ishdan gumonlanadigan, biz yaxshi deb bildigan, cho'ng ko'rilgan odamlarning rostilla yaxshiligidan, yomon deydiganlarning rostilla yomonligidan gumonlanadigan bo'lib qoldim. Rostimni aytsam, men uni Kamal meni uning ismini tilga olmoqchi deb o'ylab darhol gapini bilibdi. Bo'ldi, tilga olma keram. Og'zimizni mehnat qilmayli. U hozir hayotining og'irqi kunlarini yashayotidi. Qolganini tarix o'zi sotlaydi. Javobini yaratquchi o'zi oladi. Bizning bu ishlarni bilmay o'tib ketganimizdan bilib olganimiz yaxshi bo'ldi. Biz bu ishlarni aslimalarimizda yezib qoldirib, boshqalarni ogohlantira olamiz albatta. Bu ishlar seni bekrak azoblaydi. Lekin o'tgan ishlar o'tdi. Endi alg'a qarayli. Qanchalik ömrimiz qolgan bo'lsa, shu kunlarni xo'shal o'tkazayli. Qandoq deysan? To'g'ri deysan, qarindishim. Yaxshi kunlar oldimizda. Biz yashaymiz. Qandoq yashashni boshqalarga o'rgatguchiligimizmi bor? Hammamiz jam bo'lgan kunlarimiz kelib qoldi. Men aeroplan biletini ilib bo'ldim. Alloh xolisa pat arada ko'rishimiz. Ko'rishkicha omon bo'layli. Shundoq, ko'rishkicha omon bo'layli. Shunday qilib, bu qitimni o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.